Biz yashil uylar targ'ibotida davom etamiz. Bugun biz Samarqand viloyatining Samarqand tumanida istiqomat qiluvchi Islombekning uylariga tashrif buyurdik. Islombek yashil ta'mir ipoteka kreditidan samarali foydalangan holda o'z uylarini ta'mirdan chiqardilar. Islombek, yashil ta'mir ipoteka kreditidan foydalanganingiz haqida eshitdik va nima uchun aynan shu ta'mir, shu mahsulotni tanladingiz? Bu energiya tejamkorligi uchun, keyin ekologik toza mahsulotlar foydalanilgan uyda shu mana shu tomonlama. Keyin boshqa kredit turlaridan ko'ra foiz stavkalari past. Bir marta endi remont qilib, ancha paytga ekonomichniy bo'ladi-da uy. Masalan, normal uteplenniy bo'lsa, shuning hisobiga poteriya bo'lmaydi-da, issiqlikda yo'qotish bo'lmaydi. Uy tez isiydi, issiqlik turadi. Shuning uchun shu kreditdan foydalanganmiz. Qancha miqdorda kredit oldingiz? 170 million. 10 yil muddatga. 10 yil muddat. Foizi 20%dan. Bizaniki differensial to'lovda ko'pdan kamayib boradi. 4 million 300 mingdan asta kamayib boradi 10 yil davomida. 170 million so'mni nimalarga ishlatdingiz? Qaysi mahsulotlarga? 170 million основной unaqaga, uteplenniga ketdi. Keyin kotol bilan teplый pol qildik. Основной o'shanga ketdi. Deraza romlar o'rnatganmiz, 3 qavatlik, 2 qavatlik oyna, kolonna oynalar bilan ishlatganmiz. Shularga ko'rsak bo'ladimi, Islombek? Ha, bo'ladi, mana shu yerda. Mana shu yerni remont qilganmiz, o'sha yashil ta'mir kreditga olgan pulimizga. Bu yerda hozir mana bu devorlar полностью utsplit qilinib, ustidan gipsokarton qilingan. Mana bu tomondagi полный торцевой tomonlar shunday qilingan. Tagidan bazaltoviy uteplenniy qilingan buni. Keyin patologga ham shunday qilingan. Deraza romlar qanaqa? Deraza romlar bu kattaligi uchun rom, profillari ham qalin profilda. Shuni hisobiga bu ozgina nimani Engelberg termo degan unaqasi. Hozirda eng yaxshisi shu ekan, shundan qo'ydirdik. Oynalari kolonni 0.8 mm lik 2 qavatli qilingan. Unaqa taxtali variantda bo'lgan, 1 qavatli yog'ochdan. Keyin bu yerda ko'p bo'lgan. Biz kamaytirdik ham buni sonni. 6 ta oyna edi, 6 tadan 3 tasini qoldirib, 3 tasini o'rnini o'sha bazalt bilan yopib, o'sha tejamkor bo'lish uchun-da, energiya tejamkorlik bo'lish uchun shunday qilganmiz. Yashil ta'mir ipoteka kreditini tavsiya qilishda aynan nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Yordam beradi nimasi? Pul kartaga tashab beriladi. Siz xohlagan nimangizdan tashkilotdan borib sotib ola olasiz-da, o'zingizga kerakli stroy materiallarni. Usta pulni ham shundan berish mumkin. Boshqa masalan ta'mir kreditlarida pullar hammasi ko'chiriladi. O'shanning hisobiga ba'zi unaqalar bor, ta'minotchilar bor, qimmatga qilib beradi-da o'sha ishni. Bu yerda siz o'zingiz kelishib, o'sha kelishgan narxda o'zingiz plastikingiz bilan borib to'lashingiz mumkin-da hamma narsani. Demak, aynan belgilangan, masalan, do'konlar belgilanmagan. Belgilanmagan. Xohlagan do'koningizdan borib olasiz. Pulni sizga 4 ga bo'lib kartangizga tashab beradi. Aholi o'rtasida kredit olish bosqichlari juda cho'ziladi, rasmiylashtirish juda uzoq muddat oladi. Shu narsa sizda qanchalik ishladi? Yo'q, shuni eshitib, tartibini eshitib, bankka borib, o'sha bir haftada to'liq kredit rasmiylashtirib. Demak, ortiqcha muammolarga duch kelmadingiz. Yo'q. Hozir yashil ta'mir ipoteka kreditini yangi tartibiga ko'ra 50% an'anaviy ta'mir va 50% yashil ta'mir qilish imkoniyati bor-da. Shu narsadan foydalandingizmi? Ha, shu narsalardan foydalandim. Masalan, mana shu ustlari, aboylari shuni hisobidan qilinganda, keyin usta ish haqlari ham yarimdan ko'pi shuni hisobiga berganmizda, shu kreditni hisobidan. Mahsulot haqida fikrlaringiz va aholiga tavsiyangiz? Uyni remont qilayotganda qiynalayotgan, keyin masalan uyni tejamkorlik nimasi bilan qurmoqchi bo'lganga yaxshi imkoniyat. Nimaga yashil ta'mir? Boshqa kreditlarda mikro qarz masalan muddati kam, foizi baland, summasi ham kamda 170 million, maksimum beradigan summasi 100 millionda. Bu ham kafillik kerak, sug'urta kerak, ko'p narsa kerak-da unga ham. Iste'mol krediti ham shu foizlari balandda. Ipotechniy kreditni oladigan bo'lsak, chista remontga ham, uni ham shuncha masalan hujjatlarni qilasiz-ku, lekin summasi kam. Keyin pulni to'g'ridan to'g'ri ta'minotchiga o'tkazib beradi. Siz ularni nimasida, shartlarida
uyingizni remont qilasizda. Bu yerda siz o'zingizning shartingizda, chunki pul sizning qo'lingizda bo'ladi. Shuni hisobiga siz o'zingizning shartingizda, o'zingizni xohlaganingizda uyni remont qila olasizda, yashil ta'mirda. Uyni remont qilayotganda qiynalayotgan, keyin masalan uyni tejam